Menda 1 millionta qishloqlar bor va bugun ular Minecraftdagi eng qo'rqinchli SCP'lar bilan urushadi. Rostini aytsam, nima chiqishini o'zim ham bilmayman. Server SCP'larni tashlab yubor. Qishloqlar, tayyorlaninglar. Bular allaqachon yo'g'a chiqyapti. Qarang, baza qurishyapti. Voy, bo'ldi. Bu bazaga hatto soliqchi ham kira olmaydi. Bro, SCP o'zi keladimi? Bilmadim, eng ko'pi creeper kelsa kerak. Gaping to'g'ri. Tungi vaqt ham tushdi. SCP'lar qayerda yuribdi? To'xta, u yerda nima bor? Hey, qayoqqa ketding? Hech nima bo'lmaydi, yog'och olib kelaman. Nimaga to'xtab qolding? Tuman ichida nimadir turibdi. Nima degani u, nimadir? U qimirlamay turibdi. To'xta. Bu nima o'zi? Server nima spawn qilding? SCP-096. Nima borligini bilmayman, lekin ismi ham kriminal ekan. Hamma ichkariga. Voy dod, u allaqachon devor ichida. Qishloqlar, ko'zingizni yoping, hech kim unga qaramasin. Bro, bu qayerdan bildi? Menga aytdi. Rostdan shu odamga ishonyapsizmi? Bu men biladigan eng aqlli odam. Ichkarida urush ketmoqda. Qishloqlar birin-ketin udilik bo'lyapti. Men hal qilaman. Ha, bo'ldi, ketdik. Hey, yo! Nega hech kim ko'zni olib qocha olmayapti? U yonimda turibdi. Pastga qara, ahmoqlar. Ref, biror narsa qilaylik. Kechirasan, bro, men admin emasman. Ref, iltimos. Kechirasan, men shunchaki hostman. Sizning o'yiningizga aralasha olmayman, ammo yordam berishim mumkin. To'xta, agar hammamiz ko'zimizni yumsachi. Dohiyona reja. Diqqat, hammaga qora bog'ich tarqatilsin. To'xta, men buni demagandim. Biz har doim tayyormiz, Ref. Hamma qurollansin. Bro, qishloqlar devorga urilib yuribdi-ku. Ana bittasi daraxt bilan urushyapti. Voy, SCP-ni topdi. Va 0,2 sekundda o'ldi. Yo, endi hamma SCP tomonga qarab turibdi. Hujum boshlandi. Qishloqlar, yo'q bo'lsin. Yo, uxlab qoldimmi nima? Ular yutishdi. Men dahoman. Yo, bro, sen shunchaki omadli bo'lding. Lekin gap rost. Juda ko'p qishloqlar ketdi, oldinga yuramiz. U yerda nima? Tashlab ketilgan bino ko'rinadi. Qishloqlar qo'rqinchli kinoga kirib ketganga o'xshaydi. Bro, bu joy menga yoqmayapti. Ichim g'alati bo'lyapti. Yo'q. Bu joyda nima bor ekan? General, yaqin yur degandi. Qo'yaver, o'zi eplaydi. Hey, bu yerda xona bor. Ha, oddiy haykal ekan. To'xta. Hamma shu yerda qolsin. Men bu yerdan ham ovozni eshitdim. Bu nima o'zi? Oddiy haykal. Uni nega do'stingni parchalab yuborishdi? Hammasi joyida. Hech kim qimirlamasin. Ko'zingizni undan uzmanglar. To'g'ri aytdingiz, general. Qarab tursak qimirlay olmaydi. Yo'q, kimdir blink qildi. U ko'zni pirpiratganda yuradi. Hammang fokus. Ko'zlarim ram yeyapti, bro. Menda ideya bor, biz tartib bilan qilsak yutishimiz mumkin. Ba'zilar qaraganda boshqalar ko'zini pirpiratadi. General, siz Einstein ekansiz. A gruppa qarang, B gruppa pirpirlating. Yo, ishlayapti. A gruppa pirpirlating, B gruppa qarang. SCP qimirlay olmayapti. Qishloqlar, hujumga. Voy, bo'ldi, ular yutishdi. Men aytgan edim-ku, men SCP'lar qiruvchisiman. Qanday rejalar tuzyapsan? Axir men rejalar dahosiman-ku. Borgan sari sen qishloqqa emas, o'yinchi bo'lib ketyapsan. Qishloqlar, fakultetidan o'tib oldik. Ikkita SCP ketdi, yana 3tasi qoldi. Server keyingisi nima? SCP-999. 999 bu boss level bo'lsa kerak. Mayli qishloqlar, qani to'planib olinglar. Hamma tayyor tursin. Bu yerda o'lib ketishni xohlamayman, general. Bizda bunaqa narsa yo'q, askar. Hech kimda yo'q. To'xta, u yerda nimadir sakrayapti. Ana sariq jilaga o'xshagan narsami? Hamma orqaga, bu tuzoq bo'lishi mumkin. Ammo Ref, bu juda ham yoqimli-ku. Ishonmang, uni quchoqlashni xohlayman. To'xta, nega men ham ishonib qolyapman? Voy, yoqimtoy maxluqcha. Yo'q, uni yutib yubordi. Aytgan edim-ku. To'xta, u qaytib chiqardi. Nima? U o'z odamga hujum qilyapti. Bu SCP emas, Toxic Relationship ekan. Qishloqlar, qoching. General, reja nima? Uni ichidan portlatamiz. Buni qanday qilamiz? Bizga qahramon kerak. Kimdir uning ichiga tanata bilan birga kiradi. Kim kiradi? Men boraman. Bro, sen telbamisan? Generalga ishonaman. Bu odam anime qahramoniga aylanib qoldi.
Sen haqiqiy soldatsan. Sen buni biz uchun qilyapsan, askar. Biz seni unutmaymiz. Kerakmas, general. Shunchaki mening jigarrang do'stimga qarang, u uyga borish kerak. Brat, to'shni anime qahramoni bo'lding. Let's get it. Yo, u uddaladi. SCP portladi. Bu qishloqqa Build Defender ekan. Bolalar, uning xotirasi uchun jimlik saqlaylik. 3 ta SCP katta, lekin keyingisi juda yomon bo'ladi. Keyingi SCP mana shu g'orda ekan shekilli. Server bu safar nima chiqadi? Reptile. Reptile kaltakesakmi? Men kaltakesakdan allergiyaman. Uni seni qiynashdan qutqaraman. Hamma tarqalsin. Bu narsa istalgan payt chiqishi mumkin. Bu yer juda qorong'i ekan, hech narsani ko'rmayapman. Nimadir nidon, chunki hamma joy tinch. Xavotir olma, men har qanday SCPni uraman. Devordan chiqdi, hamma qochsin. Yo, bu nima degani? Voy ona, bu juda katta ekan. Qishloqlar qochishga joy topolmayapti. Bor kuching bilan ur, o'q o'zing. O'qlar ta'sir qilmayapti. Pushka ham ishlamadi. Bu narsa kreativda tug'ilganga o'xshaydi. General, biz tamom bo'ldik shekilli. Ref, so'rashni xohlamasdim, ammo yordam ber, iltimos. Men hakamman, aralasha olmayman. Atrofga qara, qishloqlar shashlik bo'lyapti. Biroz konfensing kerak. Adminlikni yeching. Let's go. Mayli, server meni survivalga o'tkaz. Yo, Jamal, qayerdasan? Yo. Biror narsa topdingmi? Menda ideya bor. 5 minut ber. 5 minut? Bizda 5 sekund ham yo'q. 4 minut unda. Bu savdolashish paytimi hozir? 682 sekund kutib turinglar. Jamol hal qiladi hammasini. SCP villagerlarni bowling ko'pdagidek uloqtiryapti. Ana bittasi devorga fast travel qildi. General, juda kam odam qoldi. Men ham qo'rqishni boshlayapman. Menimcha tamom bo'ldik, general. Bizda hali ham askarlar bor, lekin tugab qolsa-chi? Ref, tayyor. Nima qilding? SCPni tunnelga olib kel. Men yem bo'lmaymanmi? Ref, sen yordam beraman degansan. Ey, xunuk gekkon, kel bu yoqqa. Yo, u qarayapti. Qoch! Yugur! Jamal, hozir. Boom! Yo, ishladi. Va nihoyat bu SCPni ham yo'q qildik. Bo'ldimi? Ishonch hosil qilish uchun otib ko'raman. Sen SCPni emas, butun mapni o'ldirding-ku. Qancha qishloq qoldi? 10 ta qoldi. 1 milliondan 10 ta? Minecraft tarixidagi eng katta skitka. Oxirgi SCP qoldi. Biz oxirgi SCPni ham yo'q qilamiz. Barcha halok bo'lgan askarlar uchun. Yes, sir. Server, oxirgisi kim? Plugi doktor. Teksa o'ldiradimi? Qishloqlar rostini aytsam, buga hammamiz duo qilib yuramiz. U allaqachon shu yerda. Juda oz qolibsizlar. Yo, u sizlarni noob deyapti. Bu vizitni qabul qilamizmi? Yo'q. Uzoqdan hujum qiling, hech kim yaqinlashmasin. Qishloqlar obro'si uchun kurashamiz. Uzoqdan turib hujum qiling. Qanday qilib bunaqa chap beradi? Tajribasi bo'lsa kerak. Biroq hozir rost qilish paytimi? Men uni oldim. Yo'q, u tegib ketdi. Endi dam ol. Hey, u zombi qishloqqa aylandi. Yo, u nima qilmoqchi? Janursan, u o'zinikilarga hujum qilyapti. 049 ga yaqinlashmang. Yana emas, endi 2 ta bo'ldi. Bu virus Wi-Fi dan ham tez ishlayapti-ku. Orqamizda jonlik. Tamom bo'ldik. Uni qanday o'ldiramiz? Uni butunlay yo'q qilish kerak, lekin yaqinlashsak tegadi. Menda ideya bor. Jamal, qo'lingdagi nima? Zanjir. Minecraftda qachondan beri arqon bor? Zanjir bu, tupoy. Reja nima? Uni aylanib o'raymiz. Bro, bu haqiqatdan ham aqlli g'oya. Ketdik. Yo, u qaysi birimizni ushlashni ham bilmayapti. Torting! Ura bo'ldik. Qo'yib yubor meni. Endi pastga uloqtiring. Yo! Bechora SCPni to'posab tashlashyapti. Qishloqlar yutdi. 5 ta SCP va hali ham tirik qolgan qishloqlar bor. Biz buni epladik. Agar shunday videolar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.